har bitta odamning kamida 10 tadan qo'yi bor. 5 tasini solsa to'yga kelib turibsiz. Surxondaryoga, Jarqo'rg'onga eng avvalo xush kelibsiz deymiz. Rahmat kattakon, joningiz sog' bo'lsin. Sizga bir iltimosimiz bor. Mana shuncha xalqning oldida men so'rab olmoqchiman. Bilmadim qaysidir boshlovchi sizdan so'rashganmi yo'qmi, lekin men so'ramoqchiman. Aka, bilamiz Jarqo'rg'onda, Surxondaryoda juda ham ko'plab xizmatda bo'lasiz, juda ham ko'p bo'lasiz. Biz sizni tez-tez ko'rib turamiz va qachon Surxondaryolik haqida qo'shiq chiqarasiz? Surxondaryoliklar haqida qo'shiq men aytmasam ham mana Sevinch aytdi, Sevinch Ismoilova. Aka, sizniki boshqa. Surxondaryo. Aytsin degani qarang o'zinglar. Aytsam to'yga chaqirasizlarmi? Aka, Aytamiz, albatta joningiz sog' bo'lsin. 100% aytamiz. Ko'rib turganlaringizda har bitta odamning kamida 10 tadan qo'yi bor. 5 tasini solsa to'yga kelib turibsiz. O'zi juda ham mehmondo'st xalq Surxondaryo. Har doim kelsam, ketdik, qo'y suyaman, uyimga yur, qo'y suyaman deydi hamma. Sizlarni juda ham yaxshi ko'raman. O'shaning uchun ko'p kelaman Termizga. Demak, umringiz uzoq bo'lsin. So'rab olaylik malaka. Ovozinglar bilan, baqir-chaqiringlar bilan. Hamdam Sobirov Surxondaryo haqida qo'shiq aytsin degani qani? Sizlarni yaxshi ko'raman. Rahmat kattakon.